1 yil oldin sochlarim xuddi shu ko'rinishda bo'lgan. Hozir bo'lsa qaranglar, qanaqa darajada o'sib ketgan. Meni sochlarim shunaqa qalin bo'lishi mumkinligi 7 uxlab tushimga kirmagan. Oldin sochlarim qanaqa siyrak, kalta va nimjon bo'lganiga o'zingizlar guvohsizlar. Tinimsiz uxot qilganlarimni, sochimga ishlatgan narsalarimni qaysilari foyda bergan va qaysilari umuman foyda bermaganini hammasini ko'rgansiz. Lekin shu oxirgi 1 yil sochlarim o'sishi va qalinlashishi shunaqa darajada tezlashib ketganida, bu narsa sizlarga ham yaqqol ko'rinishni boshladi. Endi sochlarim umuman to'kilmayapti. Mayda sochlarni ko'pligini aytmaysizlarmi? Sochimni har bitta tolasini ildizlari shunaqa baqvatlashib ketgan. Bularni hammasiga sabab men 1 yil oldin Misrga borganimda topgan sprey va yog'lar. Bu naborni 1 yildan beri ishlatib kelayotgan bo'lsam, natijam a'lo darajada. Yengillikni zo'rini aytaymi? Men bu naborni sizlar uchun ham Misrdan olib keltiribman. Endi sochlarimizni birgalikda parvarish qilib, birgalikda o'stiramiz. Nabor haqida ma'lumot olish uchun shu nomerga Telegramdan yozinglar. Sizlarga bu nabor haqida o'zim ma'lumot beraman. Aytgancha, bu mahsulotlarning sifati yuqori darajada, mutlaqo zararsiz. Umuman xavotir olmasdan yosh bolalarga ham ishlatsanglar bo'ladi.